Assalomu alaykum, o'g'aylar. Bugun sizlar bilan men Pojaq Launcher o'ynab ko'ramiz va bu 1.9 versiya bo'ladi. Qani ketdik va mana bu so'rovnomaga asoslanib. Qani ketdik bo'lmasa. Menimcha hech nimani aytish shart emas, chunki mana sizlar masin bilasizlar, mana biz Pojaq Launcherning 1.9-versiyadamiz. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki biza tezroq 700 ta bo'lishimiz kerak va mening tug'ilgan kunimgacha biz ham 1000 ta bo'lib ulgurishimiz kerak va qaraki endi men ozgina daraxt to'plab olgandan so'ng biz Verstack yasashimiz kerak. Va bu yerda testcraft ham bor ekan bo'lib, bu juda yaxshi. Mana bizga Verstack qo'yib o'zimga kerakli narsalar yasab olishim zarur. Va men o'zimga mana kerakli narsalar yasab oldim. Ana endi ozgina tosh qazsam yaxshiroq bo'ladi deb o'ylab toshni ham qazishni boshladim. 3 ta tosh bo'lgandan so'ng srazu tosh kelkay yasamoqchi bo'ldim va men uni yasadim ham. Mana ko'rib olishingiz mumkin va menga o'z tosh aslaqalari yasab olgandan so'ng tosh qurollar va men ozgina sayr qilish uchun yo'lga chiqdim. Mana ozgina sayr qilyapman. Eski versiyalarda mana qanday bo'lgan ekan. Normal, lekin juda ham yomon demayman. Yaxshi, lekin bari yangi versiyalarga yetolmaydi va men bu yerdan ozgina tosh qazib olsak, hamma ishimiz besh bo'lib ketadi. Qiziq bo'lar, bu yerda nima bor ekanmi? Cheatlar, ya'ni srazu nimaga almashtirish. Survivaldan kreativga o'zi shuni ko'rib olaylik. Mana shu ozgina toshlar ham shu 2 tani ham qazib olay, mayli shu 4 tani ham ana shuni qazib olay bo'ldi. Endi biz cheatlarni yo'q ko'rishimiz kerak. Tak, mana va go. Qani kim aytmoqchi bo'lsak, mana buni bosamiz va game mode va survival bo'lsa save, agar creative bo'lsa o'zimizni sechadan, ya'ni aylanma sechadan creative qilmoqchi bo'lsam, xullas hammasining boshlari bo'ladi, lekin bo'lmadi. Men topdim, men allow cheatsni yo'qmagan ekanman va men yo'qdim va endi yana bir bor sinab ko'rishga olg'a va nimani bosdim. Nima bo'ldi? Ketdik. Game mode S va C desak bo'ladi. C va mana biz creative rejimdamiz. Qo'yil eski versiyalarda ham cheatlar ishlar ekan va menga barcha narsalar, o'tga kerakli narsalar to'plamoqchi edim, chunki men Javada o'tga minib yurmoqchi edimda, xullas. O'tni paydo qildim va uni hech uni o'zim mindirol o'rgatisham gap emas, mina olmadim bolalar. Men hattoki olma ishlamayapti. Mana bu hashakni ham yedirib ko'rdim, lekin baribir bo'lmadi. Boray deb Nether portal qurib oldim. Chunki Netherga borishimiz kerak edi. Axir bu yerning Nether'ini ko'rmoqchi edim-da. Chunki o'zimning xayolimda Nether xuddi 1.16 yo'q, kelinglar yangi versiyalarning Nether'dek jay emas, shu 1.16-versiyadek tasavvur qilayotgandi va men mana qurdim va men qani ketdim va men paydo bo'ldim va qarangki qanaqa Netherni tasavvur qilgandim, qanaqa Nether chiqdi. Lekin yomon emas, lekin yaxshi emas, o'rta xil desam bo'ladi. Endi nima ham deymiz? Ana ko'rib turibsizlar, Netherning ahvolini 1.9 versiya. O'zim yangi versiyalarni o'ynab ko'rmoqchi edim. Juda yangi versiya emas, 1.16ni, lekin eski versiyalarni qarab qanaqa edi dedim. Mana ko'rib turibsizlar, chiqolmayapman-ku. Javada juda ham yaxshi. Bari Bedrock desanglar like bosinglar, Java desanglar obuna bo'linglar. Chunki ko'pchilik Java desa kerak. O'zi menga yotoq kerak bolalar. Ana bu yerda ham nima portlarmikin, nima yotoq. Bu mana topdim va mana bu o'tning o'rniga qo'yib va mana qo'yib olamiz va qani portlarmikin. Minecraft porti normal. Vo mana portlar ekan. Bu yomon emas. Minecraft yo'qdi menga, o'zim fikrim qo'sham. Undan
10dan 6 qo'yardim bu Minecraftga. Chunki yangi versiyalarni ko'rib o'ynab endi nima qilyapman. Undan 6 arziydi. O'zingiz ham o'ynang, xayr salomat bo'ling.